Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh karim obunachilari. Hammanglarga bugungi kunlar xayrli bo'lsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb shu Toshkent parodan ovozimizni obzorini boshladi, xudo xolasa tanishtirishda akalar. Bo'ylari 140 ga yaqin, 135 plyusga olaverasizlar. Yosh oylari 1,5 yosh atrofida. Orqa boshlari kelishgan molimizni, hech qanday bir aybi nuqsoni yo'q. Uzunligini ko'ryapsizlar, uzun. Orqalarini ham bir qator ko'rsatamiz. Mana orqa boshlari. Mana akalari 4 burchak. Qornalari chiqib yotibdi, ko'rib turibsizlar. Mana akalar novvos. Baqaman deganga, tonna qilaman deganga Toshkent paroda bo'ylari 130 ga borib qoladi. Yeb ichishlari sog'lom, o'ta qura. Nimani bersangiz yevoraveradiganidan, oyoq qo'llari istagan tuyoq, o'sib ketmagan. Yoshi 1,5 yosh atrofida, rasa yemaydigan payti kelgan. Junlarni rasa tashayapti. Egasi ham o'zi 1-2 oydan beri endi yem berayotgan ekan. Ko'ryapsizmi, pastlari yaltillab qolgan molni. Mana oyoq qo'llari. Mana oldi stakanlari, kalla boshlari. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Shunaqa tonna qilaman, xudo xolasa yaxshi sog'lomidan baqaman deganlarga. Narxini 25 million 500 xayri bor deyapmiz akalar. Baqman ovoz.